Voy. Oho. Ajoyib narsalar har doimgidek mana shunaqa tanga, buni faqat tangalar chiqadi mana shunaqa joydan. Akam yaqinda olibdilar mashinani, ustakadan oldim deyaptilar. Men bu mashina o'zidan tushundinglar. Biz mehr beramiz. Qaranglar, paromlarning ahvolini ezilib temirni o'zida yurganlar-da. Akam ketdim, hidini yo'qotmoqchi bo'lsangiz, linolni olib tashlang dedim. Sraz linolni bilan olib tashlayapmiz. Linolni nimaga yechtirib tashlayman? Ko'pchiligi mana sabab. Ko'rasizlar, hid beradi. Ustidan qavat chexol taqilgan hisobini o'ziga parolonni ezib, mijig'lab yo'q qilib yuborgan, ko'rasizlar. Aslida bitta surpriz ko'rsataman. Xullas, Mana birinchi qavat. ana. Mana bunisi, qaranglar. Mana bunisi ikkinchi qavat. Mana zavodskoy. O'shani hisobiga sizlarga tavsiya bermayman. 2-3 talab chexol taqishni ustidan. Ahmoq ayrim ustalar bor. Ayrim ustalar shunaqa jahlim chiqdi. Sapojniki kley surib turib, yo'lni qo'yib qo'ygan. Lekin mana akamlarga jabr mana. Effektini ko'rsatib bering, men ishlatayotgan ximiyamni. Farqini sezdinglarmi? Farqi bor. Har doim musor to'lib ketadi. Plastmassalarni olib tashlab tozalayman. Mana bu yoq tarafi tozalangan taraf.